bilasizlar, 21-yildan beri hokimni yer ajratish to'g'risida vakolati yo'q. Faqat auksion orqali faqat maktab bog'chalarni yoki ijtimoiy soha obyektlariga auksionsiz va ular tomonidan qarorlar bilan yer ajratish mumkin. Qolgan hamma faoliyat, har qanday turdagi faoliyat bilan yer ajratish faqat auksion orqali amalga oshiriladi. Auksion ham agar o'sha hudud bo'sh bo'lsa va bir 10 ta tashkilotdan kommunikatsiya yo'q, madaniy meros obyektiga yaqin emas, belgilangan normalarga talab javob beradi deganda auksiondan chiqiladi. 1 yildan beri hokim bo'lib ishlayapman. Faqat Buxoro City va yangi qurilayotgan ma'muriy markaz, ya'ni yangi qurilayotgan hokimiyatdan o'sha joydan auksionga yer sotishga chiqadi. Tamam. Rahmat. Absolutno no. Kelganimdan beri faqat sudga ber, qarorni bekor qilib yoki noqonuniy qurilishni snos qilish bo'yicha sudga ber. Hozirgi kungacha 218 taga yaqin noqonuniy qurilish. Noqonuniy qurilish degan nima? Ruxsatnoma mana. Bu qarorni oling, ruxsatnoma qismi bor. 20-yilda mana bu bunaqa ruxsatnoma shahar hokimligi berishni boshlagan. Bunisi emas, bunisi. Bunisi emas, nima? Jumayevning imzosi bilan. Хорошо. Mayli, bu o'rinbosari ham imzolaganda umuman mana shunaqa Buxoro shahar hokimiyati bu hokimni o'rinbosari unisida hokimni o'zi mana shu ko'chada yo'l yo'nalishida bo'sh hududda yakka tadbirkor faoliyatga ana 108 kvadrat metr yengil konstruksiyadan iborat milliy taom tayyorlash uchun ruxsat berilsin. Tamam. Yo'q, vaholanki ruxsat berish vakolati yo'q hokimda. Qaror chiqarish vakolati bor. Ruxsatnomani o'zi noqonuniy. Nega o'sha payt pandemiyaga kelgan, vaqtincha deyilgan, o'sha tagida yozgan. Eslatma, shahar sozlik yong'in rivoj qilish kerak, mazkur yer uchastkasida muhandislik tarmoqlari qayta tiklanganda yoki bosh reja asosida qayta qurish boshlanganda bu ruxsatnoma o'z kuchini yo'qotadi va o'zingizning kuchingiz bilan bartaraf etish lozim deb yozilgan. Agar milliy taomlar tayyorlash oshxonasi tashqi ko'rinishiga, tuzilishiga o'z qo'shimchalik bilan o'zgartirish kiritsa, ruxsatnoma bekor qilinadi. Ana shu ruxsatnomani hokim bir necha xil variantlari bor. Hokim imzolagan, biri o'zi imzolagan. Hokim imzolagan shahar arxitektori bilan birga imzolagan. Keyin hokimning o'rinbosari VVB izofir degan odam imzolagan. Bu izofir bir o'zi imzolagan variantlar bor. Shu quruldan tashqari. Vaqtincha deb yozilgan varianti bor. 3 yillik varianti bor. Вообще 5 yillik ham bor, 10 yillik ham bor. Lekin bunday olib qarasa, bu nimani ana masalan Jumayev degan. O'tkir. Mana masalan 70 kvadratni foydalanish uchun deb bergan. Buni nima bu ovqatlanish shaxobchasi bu ham. Hudud eslatma, o'z kuchingiz bilan bartaraf etishni. Mana shularning hammasi qurilgan o'sha payt, qurilgan. Qurilmagani bor hali bu. Odamlarning qo'lida. Bugungi kunda yer qurilishni tagi uniki emas. Ya'ni o'sha qurilish o'sha payt noqonuniy, lekin o'zlari bergan. Hozirgi kunda noqonuniy bo'lib turibdi. Bu narsa ko'payib ketgan. 2000 dan ziyod analiz qildik, 2000 ziyoddan hali qurilmagan, lekin o'sha payt ruxsat berilgan qog'ozli odamlarning qo'lida bor. Ular qurishni boshladi. Endi biz nima qildik? Shahar hokimining qarori chiqarildi. Bayonnoma protokol qaroriga asosan 16 avgustdan boshlab 2024-yil shaharda ruxsatnoma bilan quriladigan har qanday qurilishlarga ruxsat beriladi. Ruxsatnoma, bu ruxsatnoma o'zi qaror emas. Bu kadastr qilib bo'lmaydi buni.
bu egalik huquqi bermaydi. Endi pandemiya davrida bu o'ylab topilgan o'sha taklif berilganki, beramiz dedilar. O'sha o'zini bo'lyapti. Bu joyda asnofga bo'lishi mumkin, bu joyda oddiy savdoxona bo'lishi mumkin, kofe sotadigan bo'lishi mumkin. Men kelib, men yomon hokimman, men o'z tadbirkorligiga to'sqinlik qilyapman. Shunday bo'lyapti. Lekin agar indamasangiz, bu zamburlar ko'payadi. Birontasi hujjat yo'q. Lekin vaholanki o'sha payt har bir tadbirkor buni o'ylayotgan paytga tagida yozilgan gapni biladi. Bu временный bu. Любой время olasan, ko'tarasan, yana o'zingni kuchi bilan ko'tarasan. Lekin biz shunday qilmayapmiz, baribir uni ustidagi mulk to'g'risidagi qonunga asosan ogohlantirish berib, sudga berib, sudni qarorini chiqartirib, keyin snosga beramiz. Shunda mana tadbirkorga nisbatan nima deydi, qarshilik bo'lyapti degan fikr paydo bo'ladi. O'sha shu narsani sizlarga tushuntirish va sizlar orqali jamoatchilik bilishini xohladim. Biz tadbirkorga qarshi emasmiz. Lekin qonun qoida bilan bo'lish kerak tadbirkor. Bizga qarshi emasmiz. Keyin bu vaqtincha deb xudo biladi nima bilan qilganda edi. Na bir shahar berdi. Boshqa joylarda bunaqa narsalar yo'q. O'zi faqat auksion. Xo'p deydi, mayli, yutmang deydi, shuni menga qonunlashtirib bering deydi. Auksionga qo'ying deydi, men yutib olaman. O'zi auksionga qo'yish tartibi bor. Birinchidan u joy mos keladimi auksionga? Yo'q. Birinchisi, допустим, mos keladi. Nima uchun hokim ruxsatnoma berdi? Qaror bermadi. Vakolati bor edi o'sha payt. Vakolati bor edi, beryapti, qurgindi. Nega ruxsatnoma deb beradi? Birinchi savol shuda. Men u hokim o'lgani yo'q, men so'radim unga. 3 yil bo'ldi. 3 yil beribsan, ketganiga 4 yil bo'ldi. Hammasini muddati tugagan. Endi men nima qilayman? Buzaymanmi? Nima qilay? Ha, pandemiya edi, bunday. Xo'p, nima uchun qaror berdingiz? Ras, ruxsatnoma berdingiz, dash bu yoqqa chiqarib bo'lmaydi auksionga. Nimadir o'tgan masalan. Yo'q, game planda bo'ladigan game planda nimadir turibdi, vaqtincha ham mayli ishlatib turdik. Ana endi mayli ishlasi o'tmagan, mayli hokim bermabdi qarorni. Ana endi bu ish yerni auksionga chiqarish mumkin. Ustiga nima bo'lsa ham chiqarsa, o'sha qonun buzilishi. Men tomonidan, kadastr tomonidan, arxitektor tomonidan o'sha bizlar ilinamiz. Mana prokurorga sразу biza ko'rsatuvchilik klient qilamiz. Yo'q, aka buzmang, men o'zim yutib olaman dedi. Kim garantiya? Ochiq savdo, kim ochiq savdosi bo'lsa. Keyin boshqa kishi yutib oladi, keladi, bu nima bu yozishni boshlaydi. Bu yerni auksionga chiqarib, nasamizda bu yerda bino turibdi. Ana u hokim tadbirkorlar kelishgan deydi. Qanday nazorat qilaman men unga yaxshilik qilmoqchiligimni, ishchi yo'qotishni oldini olishimni tushunib qilyapman. Qanday nazorat qilasiz? O'sha uchun hozir yo'q deb o'tiribmiz. To'g'ri, sal buzishni bas qilganmiz, faqat turibmiz, lekin baribir bu noqonuniyligicha qolyapti. Hozir fuqarolar ko'p tadbirkorlar bo'ldi, bilamiz buni vaqtincha ulug'dik, qonunlashtirib berdik. Ammo bu vakolatimiz yo'q. Auksionga qo'ysak, mana bunday boshqa kishi o'zi yutib olgan taqdirda ham baribir noqonuniy harakat. O'sha uchun jamoatchilik orasida, ijtimoiy tarmoqlarda mana shunaqa norozichilik bo'ladi. Bironta tadbirkorga qarshi emasmiz.